Agar sen shunday qilsang, seni yaxshi ko'raman. Mana shu gap bolani qayerga olib boradi? Assalomu alaykum, aziz ota-onalar. Bugun siz bilan ideal ota-ona qanday bo'lishi kerak degan mavzuda emas. Nega biz ba'zan o'zimiz sezmagan holda farzandlarimizning yuragini og'ritib qo'yamiz degan savol ustida gaplashmoqchiman. Farzandlarimiz tarbiyasida eng foydali, eng yaxshi natijalarni olib kelishga qodir bo'lgan mehr qachonki shartga bog'langanida endi u aksiga ishlay boshlaydi. Agar yaxshi baho olsang, seni yaxshi ko'raman. Agar shunday qilsang, sendan xafa bo'laman. Agar ovqatingni yemasang, shu kabi jumlalar tarbiyadagi eng katta xatolardan hisoblanadi. Bu munosabat bola ongiga qanday ta'sir qiladi? Bilasizmi? U shunday o'ylaydi. Demak, men xato qilsam sevgi yo'q. Demak, men charchasam keraksizman. Demak, men menligimcha yetarli emasman. Bu esa bola ich-ichidan ranjishiga sabab bo'ladi. U mehr uchun har doim shartlarni bajarishim kerak degan noto'g'ri tushuncha bilan o'sadi. Psixologik kuzatuvlar, tajribalar shuni ko'rsatadiki, shartli mehr bilan ulg'aygan bolalarda doimiy xavotir va stress paydo bo'ladi. U har doim ota-onasining mehrini saqlab qolish uchun qo'rqib, o'zini haddan tashqari bosadi. Bolada o'zini qadrli his qilish hissi kamayadi. U meni menligim uchun emas, faqat nimadir qilganim uchun sevishadi deb o'ylaydi. Doim boshqalarning roziligini izlaydi. Yo'q deyishga qiynaladi. Sevgi uchun o'zini qurbon qiladi. Ota-ona bilan o'rtasidagi ishonch yo'qoladi. Bola ota-onasining sevgisi shartlarga bog'liq ekanini bilib, ularni qalbdan qabul qilmaydi. Bolaning o'ziga ishonchi past bo'ladi, chunki u sevgi va mehr uchun har doim qiyinchiliklarga duch keladi. Kelajakda munosabatlarda ham shartli sevgi shakllanadi. Va eng achinarlisi, ota-onasini yaxshi ko'radi. Ular bilan yaqin bo'lishni xohlaydi, lekin ich-ichida masofa bo'ladi. Xo'sh, yechim qayerda? Yechim murakkab emas, lekin ongli bo'lishni va jasoratni talab qiladi. Seni baribir yaxshi ko'raman degan jumlani ko'paytiring. Xato qilsa ham, yiqilsa ham, bahosi past bo'lsa ham. Bolani tinglang, tuzatishga shoshilmang. Ba'zan bolaga maslahat emas, ona quchog'i kerak bo'ladi. Ota-ona mukammal bo'lishi shart emas, samimiy bo'lishi kifoya. Xato qilsangiz kechirim so'rang. Bu sizni kichraytirmaydi, aksincha ishonchni oshiradi. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimizga mehr shartsiz berilganida ular qulay, ishonchli va baxtli o'sadi. Ular qalblarida ota-onaning mehrini his qilib, kelajakda o'zlariga ishongan, mustaqil va samimiy insonlar bo'lib voyaga yetadi. Agar suhbatimiz foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi suhbat aynan sizni qiziqtirgan mavzuda bo'lishi mumkin.